Tak, mana kecha ko'rsatgan villa, bugun ichkarisini ko'rsatsam, mana bu yerda eng katta massivni eshik, 9 metr balandligi, chiroyli lyustralarga qarang, osib turishini. Qarab tursak, bu yerda bitta xona bor. Buni mehmonlarga ishlatsa bo'ladi. Juda ham zo'r xona yoki qari odamlarga, tepaga chiqa olmaganlarga mana bu yerda buni qarang. Ajoyib, juda ham katta o'tiradigan joy, katta divan, qarang, bir 10 kishi bemalol sig'adi. Mana bu chiroyli televizorimiz bor. Bu yerda mana oshxonasi, mana bu Onyx dan qilingan. Mana bu bitta kuxnya birinchisi. Hozir tashqariga chiqamiz. Buni qarang. Ajoyib, bu palma daraxtlarini qarang. Xuddiki tropический bir orolga o'xshaydi. Yeri, chap tarafda ham yeri bor, bu yerda mana basseyn ham bor. Buni qarang. Oynani qalin oynadan qilingan. Hozir chiqaman. Nimasi bu yerda aqlli qilingan? Qarang, bu yerda bunaqangi skrytik eshik bor. Ichkari kirasiz. Mana bu yerda ovqat pishiradi haqiqatan ham. Bu yerda mana stiralka, bu yoqda mana slogan xonasi bo'ladi. Ichkariga chiqamiz hozir. 1, 2, 3, 4. Mana bu master bedroom deyiladi. Vidini qarang, chiroyli shunaqangi vid. Mana garderobная, mana qarang. Rosa ham chiroyli. Mana chiroyli vid, mana bunga chiqib bemalol o'tirsa bo'ladi. Dam olib, kecha ko'rsatganimdek yaxtalar mana. Bombitskiy vidlar. Shkaflar yetarli. 9 metr balandligi примерно. Qarang, buni qarang, двойной свет. Agar Dubaydan uy sotib olmoqchi bo'lsangiz, albatta men bilan aloqaga chiqing.